Assalomu alaykum, mana Gold Bunker kuzatib borishlarni. Yangi obyektimiz 3D fasonli plitkalarimiz. O'rnatish jarayoni. Ustakalarimiz ishlashyapti mana. Bir tekisda ishlab borishyapti. Ustakamiz ham o'rnatyapti. Bu uyimizga 100 yil bo'lgan ekan mana. 100 yildan keyin ham orqasi mana notekis. Biz plitkamiz o'rnatgandan keyin mana tekis holatga keldi. Kimga shunaqa plitka kerak bo'lsa, Gold Bunker korxonasiga murojaat qilsanglar bo'ladi. Stavkalarimiz bor. Yetkazib chiroyli qilib